Diyor, qalay bo'ldi Rossiya? Yaxshi o'ynab keldingmi? Ha, maza qilib o'ynab keldim stroykada. Ruslar katta kalonkadan muzika qo'yib turib, men zim-zim o'ynardim. Mana Rossiyadan kesaman o'ynab keldim deyishormagin. Men u yerda yaxshilar usta bo'lib keldim. O'ynaganim yo'q, ishlab keldim men. Diyor. Senlar taraf yomon sovuq ekan, yomon sovqotyapman. Ha, Rossiya ham bundan battar sovuq-ku. Qayerda bo'lding o'zi Rossiya? Ha, men Qrimda bo'ldim-ku, Yaltada. U yer kurortniy zona-yu, dam oladigan joy. U yerda qish yo'q. Ha, Diyor, Rossiyada nima ish qilding o'zi? Ahram bo'lib ishladim. Abi ahranlarning gavdasi bunday bo'lardi-yu, seni gavdang ahranlikka tortmayapti-yu, Diyor. Qara, meni yechinganimda gavdam ko'rmabsan, tugaysan. Qani unda ust boshingni yechi, gavdangni ko'raylik. Hozir sovqotyapman. Uyga borsang yechim beraman, ko'rasan. Do'stlarim yaxshi bo'ldi kelishgan. Rosa zerikib yotgandim o'zi ham. Do'stim sen yaxshi kelib oldingmi Rossiyadan? Ha, kelib oldim oshna. Nima gap o'zingda? Nima yotibsan? Vijdoning yorib qoldim. Jinnimisan Diyor, vijdonim yaxshi. Farosatim jinni shamollab qo'ygan ekan, senga yotibsan. Abror, tezroq tuzalib qolgin endi do'stim. Xudo xolasa chiqishingga Diyor ham mana Rossiyadan ishlab keldi. Osh qilib beradi endi. Qo'lingni ol. Rossiyaga ketyapman, ham osh qilib beraman. Kelib ham osh qilib beraman senlarga. Ishlab kelding-ku do'stim. Oshna Rossiyada 6 oy yurgan bo'lsam, 4 oyligim dokumentga ketdi. Ha, 2 oyligini nima qilding? 2 oyga mana yo'l kira qilib keldim-da, hayvon. Sal havoga moslashib olay, osh qochib ketmaydi. O'zing buni ko'rgan keladib ham so'kib purini menda olishding. Mana kiyib olgan kurtkamga ishonishma. Biri yadirib 20 bergan. Sizlardan shunaqa oshliklar bo'lmasa, Rossiyaga kelsalar osh qilib beradigan jo'natib qo'yam. Ilohim yaxshi o'qib qol.